Kim Alloh taoloning o'zigagina muhtoj bo'lsa, Alloh taoloning o'zigagina dardini aytsa, boshqasidan kutmasa, odamlar bu odamga muhtoj bo'ladi, lekin bu odam hech kimga muhtoj bo'lmaydi. Chunki aytdik, onanglarning qornida 120 kunga to'lgan kuninglar, rizqinglar ajalla yozib qo'yilgan. Ta'magir bo'lsangiz ham, iffatli bo'lsangiz ham Alloh bergan kunni ko'rasiz. Halol tijorat qilsangiz ham, harom tijorat qilsangiz ham Alloh berganini ko'rasiz ekan. Bandam deydi Alloh taolo. Qur'onda aytadi. Ko'p narsaga aqling yetmagani uchun men aytsam mayda gap demagin deydi. Bular bo'lmasa so'rab o'tirmagin deydi. Bir shohi jahondan borib kichkina bir narsa so'rasang taqir bo'ladi. So'raganda shu og'zingga siqqanicha narsa so'ra degan. O'shani retseptini ham bergan bir oyatda. Robbana faghfir lana zunubana va kaffir anna sayiatina va tawaffana ma'al abrar. Va shu zo'r gap degan. Fakat Parvardigor yurish, turishim, o'tirishim hammasi seni rizqoling nazarida deb bilyapman. Dargohingda qabul aylagin, borimizni oshirib, yo'g'imizni yashirishingga ishonaman. Yagona iltimosimiz Parvardigoro, bu dunyoda oliyjanob insonlar orasida yashab o'tishni nasib qilgin deb so'ranglar degan. Biz ham yuksaklikka tikkandik ko'zni, bizda ham bor edi matonat bardosh. Arslon chorlaganda qoshiga bizni, lekin qumursqalar bo'ldi safardosh. Jami tiriklikka tanish bu xatar. Qumursqa yaralgan yoppatalarga do'stim alam qilar.